Assalomu alaykum barchaga. Bro Invest obunachilari. YouTube kanalimizda kuzatib borayotgan bo'lsangiz, berilayotgan barcha texnik fundamental taraflama yangiliklar, Bitcoin uchun ijobiy hammasi bir nisbatda, ya'ni aniq ishlab beryapti. Lekin juda ham ko'p kuzatuvchilar kanalga obunani bosmasdan kuzatishyapti. Shu o'rinda aytib o'tardim Telegram kanaldagilar va yangi kuzatuvchilar YouTube kanalimizga obuna tugmasini bosib, har bitta berilayotgan yangi chiqayotgan videolarga like, o'z izohlaringizni yozib, qaysi mavzularda ko'proq ma'lumot va bilimlarni ulashish to'g'risida fikrlaringizni yozib yuborsangiz, albatta men bunga tayyorlanib keyingi videolarda yanada kuchliroq va yanada kerakliroq mavzularda videolar tayyorlashga harakat qilaman. Bo'lmasa boshladik. Yanvar oyi uchun 17-sanada, ya'ni 17-yanvar kuni kanalimizga yangi video joylagan edim. Ko'rishlar soni juda kam va hozirda aynan o'sha tahlil qilingan sanadan hozirgacha bo'lgan holat qanchalik o'zini oqlaganini ko'rib chiqamiz. Bitcoinning pastga yurishini aytib o'tgan edim. Telegram kanalida ham bu haqida ma'lumotlar yozib turaman. E'tibor qiladigan bo'lsak, mana shu zonadan pastga yurish bo'ldi. Pastga qarab tushyapti. Hozir berilgan nuqta 74,000-75,000 oraliqda support zona kamida 4 soatlikda qo'llab-quvvatlash hosil qilyapti. Endi bu ya'ni hali likvidatsiya volatilность holat tugaganligini bildirmaydi. Pastga yurishlar bo'lyapti, FVG'lar qoldirib harakat qilyapti. Mana bunday bo'shliqlar bor bizda. Kunlik shamlarda. Hop, buni rangini sal ochiq qilib olsak. Mana shu holatda bizga FVG'lar hosil bo'lyapti. O'tgan safar aytganimdek, mana bu qismda likvidlik to'plangan edi. Ortiqcha instrumentlarni o'chiramiz. Undan oldin ham oktyabr oyida xuddi shunaqa bozor ozgina yuqoriga harakatlangan. Mana bu yerda e'tibor qiling. FVG zonadan, bo'shliqdan yana pastga qarab ayiq orderi, ya'ni ayiq orderi bor mana bu yerda va bu yerda FVG zonasi kuchli resistance vazifasini bajaryapti va bozorni pastga tushishiga sabab bo'lyapti. Ana endi shu yerda eng kamida bir haftalikda ko'rib chiqishimiz kerak. Qaysi nuqtadan qaysi nuqtagacha ketma-ketlik, ya'ni lower high lower low, eng baland tepalik va eng past nuqtalarni olish. Mana bu zonani buzyapti hozir. E'tibor qiladigan joyimiz. Mana bu zonani oldi. Xo'p, bizda umumiy trendni aniqlaydigan bo'lsak, hozir allaqachon deyarli tushish trendidamiz. Asosiy harakat bo'yicha yuqoriga yurish uchun mana bu zonadan yurish qilish kerak edi. Lekin order blokdan va FVG zonalardan kuchli reaksiya bilan pastga tushish hosil bo'ldi. Undan tashqari biz 300 kunlik support EMAga e'tibor qiladigan bo'lsak, hozir aynan eng kuchli zonada turibmiz. Bundan oldin juda ham ko'p marta shu zonadan yaxshigina ko'tarilishni boshlagan. Xo'p. Pushti rangdagisi 100 kunlik EMA ekan. Ko'k rangdagisi 200 kunlik ekan. Ko'k rang. Xo'p, bizga berilayotgan model mana bu yerda hosil bo'lyapti, e'tibor qiling. Ko'tarilish, bitta tushib, yana xuddi shunday takrorlanish amalga oshishi mumkinmi, yo'qmi? Solishtiramiz. Mana. Bu endi taxminan $50,000 oraliqlariga to'g'ri keladi. Bundan oldin bu haqida juda ham ko'p marta aytib o'tganman. Barcha instrumentlarni o'chiramizda bitta narsaga e'tibor qilamiz hozir. Line chartda trend liniyani tortadigan bo'lsak, mana bu zonada allaqachon sindirib pastga tushib ketyapti. Buni keling yana boshqacharoq qilamiz.
oddiy klassik analizda, oddiy klassik bizga 15 ta 20 ta instrument kerak emas tradingda o'zi. Boshida hamma qiziqadi, ko'radi, har xil instrumentlarni ishlatishga harakat qiladi. Lekin ba'zan mana shu holat umuman to'g'ri kelmaydi. Shunchaki oddiylik bilan bitta instrumentni qo'llash va uni ko'proq ishlatib ko'rish shundan keyin haqiqiy tajribaga olib keladi. Ya'ni 10 ta instrumentni 10 marta ishlatgandan ko'ra bitta instrumentni 100 marta ishlatgan ma'qul. Xuddi mana shu zonada atkat bilan pastga tushib kelyapti, bizga tasdiq berdi, ya'ni pastga tushish bo'lishiga. Lekin degan joyi borda. Lekin degan joyi bor. Mana bu qism bizga hali buzilgani yo'q. Va mana bu qismda e'tibor qiling. Xo'p, buni rangini qora qilsak-da, qalinroq qilsak. 74500 zonani qachonki buzib o'tsa pastga qarab. Haqiqiy bearish bozor, ya'ni ayiq bozori boshlandi deyishimiz mumkin. Ungacha shoshilmaymiz. Menga kerak bo'ladigan SMT hosil bo'lyapti. Ya'ni mana bu zona xuddi shunday shakllangan. Bundan oldin ham o'tgan videoda aytib o'tgandim. Bizda hozir RSI divergensiya hosil qilib bersa agar shu zonada kunlikda ko'rish kerak. Kunlikda hosil bo'lgan avvalgisi. Xo'p, qarang. Chizaman shu yerga. Mana pastki nuqtaga keldi. Mana bunda yurish qilib bersa, divergensiya hosil bo'ladi. Mana shu qism divergensiya, ya'ni bizga mana shunday shamlar harakati kerak. Divergensiyani mana bu qism deb olsak bo'ladi. Bundan oldin ishlagan zonasi mana bu. Xuddi shunday SMT hosil bo'lsa, xudo xolasa, shu zona yaxshi ushlab qolsa, biz yana yuqoriga harakatni davom etishini ko'rishimiz mumkin. Bugun bitta yangilik emas, ya'ni CoinGlass sayti bor. O'sha saytda Bitcoin mana bu nuqtasi hozirgi fair sale, ya'ni juda ham qo'rquv sotuv qismida turibdi. Bundan oldin 2018-yilda shu nuqtalar, mana shu misol eng pastki nuqtalar fair sale. Juda ham dahshatli sotuv bo'lgan. O'zi kechani o'zida 2,5 milliard likvidlik hosil bo'ldi, ya'ni bozorda sotuv obyomi xuddi shu darajaga keldi va yanvar oyida yaxshigina misol ETF ga pul kirish bo'ldi va haligacha bo'lyapti. Bitta narsani smart money konsepsiyasi bo'yicha tushuntirib o'taman. Bilim sifatida bularni har biri o'z tajribamdan kelib chiqqan holda kuzatuvlarim asosida. Mana bu yerda smart money konsepsiyasi bo'yicha har safar yuqorida likvid zonalarni tashab ketyapti bozor. Mana bu yerda misol kichkinaroq endi likvid zonalar, ya'ni o'sha yerda pul to'planib qolyapti. Va mana bu qismlarda ham. Xo'p. Hozirgacha mana bu qism likvid zona deb olinishi mumkin misol. Olinish kerak bo'lgan zona edi. Mana hozirgacha deyarli olib bo'lindi. Va hozir SMT hosil bo'lishi bu yaxshi. Xuddi shu shakldan keyin yana razворотный model bersa bu uzr. Buzib o'tish kerak. Ya'ni nima uchun bozor mana bunday qulash hosil qildi? Sababini men sizga tushuntirib beraman. Mana bu tushish nima uchun hosil bo'ldi? Va nima uchun men pastga yurish bo'ladi dedim. Sabab aytib o'tganimdek, mana bu yerda adashmasam haftalikda aytib o'tganimdek bitta FVG zonasi bor edi. O'sha FVG zonada pastga tushib bo'ldi va undan tashqari Fed foiz stavkalarini e'lon qildi. Xo'p. Oxirgi FOMC, ya'ni foiz stavkalari yig'ilishi 2026-yil 28-yanvar kuni bo'lib o'tgan ekan. Va mana siz bozorda aynan o'sha bozorning tushish ta'sirini ko'rib turibsiz. Ya'ni 28-sanani belgilab olsak, mana shu nuqtada bozor haqiqiy bo'lish nuqtasini qilib berdi. Ya'ni foiz stavkalarini tushirmadi. Jerom Powell tog'amiz. Jerom Powellni o'zi ham yaqin orada ishdan ketadi va uni o'rniga yangi rais tayinlanadi. Aynan rais tayinlanishi va hozirda Amerikadagi iqtisodiyot barchasini boshqaryapti. Ya'ni
federal zaxira butun boshli bozorni boshqaryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi asosiy tushunchalardan ko'rib chiqdik, texnik taraflama. Xo'p, hamma yoqni chizib to'ldirib tashlaganim uchun uzr, lekin va bu narsani tushuntirishim kerak edi. Iloji boricha mustaqil ravishda shug'ullanayotganda mana shu instrumentlarni ishlatib bo'lgandan keyin ortiqcha instrumentlardan chartni tozalash kerak bo'ladi. Bizga qolish kerak bo'lgan mana shu instrumentlar. Xo'p. Ishlagan nuqta bo'ldi, ishladi. Ishlamagan nuqtaga e'tibor qaratishimiz kerak. Mana bu yerda hozir asosiy qaratishimiz bo'lgan nuqta kunlikda SMT hosil bo'lishini kutamiz endi. Va undan tashqari fevral oyida kutilayotgan yangiliklardan CPI misol uchun chiqishi kerak. PMI ya'ni CPI niki iste'mol narxlar indeksi deyiladi. Yaqinda ishsizlik darajalari bo'yicha unemployment rate deyiladi. O'shalar e'lon qilinishiga qarab bozorni harakatini yanada to'g'riroq baholashimiz mumkin. Fevral oyida men nimalar kutyapman bozorda? Fevral oyi yanada zerikarliroq bo'lish ehtimoliyati bor. Toki mana bu nuqtani yangilamaguncha bizdagi asosiy strukturaga e'tibor qiling. Mana bu 2, 3, 4 va 5. Qachonki mana shu zona 97,000 zonani buzib razvorotni model bilan yurishni boshlagandagina biz bozorga e'tibor bilan yanada bozor jonlanishi mumkinligi haqida ijobiy fikr bilan bozorga kirishimiz mumkin. Hozir ham misol qayta tiklanish davri bo'lsa, mana shu qismlarda savdo qilish mumkin. Juda ham riskni oshirmasdan. Razvorotni modelda ham savdo qilish mumkin. Qachonki mana shu nuqtaga yetib kelib bo'lib chiqib turamizda va pastdan yana qo'shilib olishga harakat qilamiz. Bitcoinning har safar tushishi bu smart money konsepsiyasiga asoslangan, ya'ni katta gigant kompaniyalar, hedge fondlar misol, ular uchun bu imkoniyat, esingizdan chiqarmang. Ya'ni retail trader oddiygina har kun savdo qiladigan va mana bu narxlarga e'tibor qiladigan insonlar uchun bu bozor qo'rqinchli tuyulishi mumkin va mana bu shamlar hozir harakati ular uchun juda ham bir yomon kayfiyatda ularni emotsionalni qarorlar qabul qilishga majburlaydi. Mana shu narsalardan ehtiyotkorlik bilan, sabr bilan o'tishimiz kerak bo'ladi. Endi Bitcoin umuman olganda hamyoningizni kamida 30% ni tashkil qilish kerak investitsion portfolio tuzgan holatda. Va hozir aytib o'tadigan bitta investitsiya va uzoq muddatli qaralayotgan o'zining kuchli ekotizimiga ega bo'lgan ton coinni men sizlar uchun aytib o'tishim mumkin. Ya'ni o'zim ham qiziqyapman. 1 yil, 2 yil, balkim 3 yil, 4 yilgacha ton coinni hozirdan xarid qilishni boshlash kerak. Agar Bitcoin yanada pastroq tushsa-da va ton narxi misol hozirgi holatda juda ham arzon narxda turibdi, $1.3. Keling shuni CoinMarketCap'da sizga ko'rsatib o'taman. Tonning narxi mana e'tibor qiling. $1.36. Xo'p. Market cap'i 3 trillion. Yo'q, adashdim. 3 milliard. 3 milliard, 3.3. Xo'p. Hozir bizga mana bu narx $1.36 holati yanada pastroq tushishi mumkin. Hozir chartda ham keling ko'rib chiqamiz. Adashmasam menda tom bo'lish kerak. Mana. Ortiqcha instrumentlarni xalos qilamiz. Birinchi navbatda VIX 0.5 olinganmi, yo'qmi ko'rishimiz kerak. 0.5 ga yetib kelibdi. Xo'p. 0.5 ga yetib kelgan allaqachon. Tonga investitsiya qilishni boshlash kerak. Har safar 30% gacha tushish bo'lganda birinchi, ikkinchi, uchinchi buy zonamiz bo'lish kerak. Ya'ni hamma pulga mana bu yerdan hozir ton sotib olish kerak emas demoqchiman.
va yanada pastroqqa tushganda, mana 30% tushganda 0.93 sentga tushib qolganda yana xarid qilish kerak. Va bu yana 30% tushsa, misol endi tushish nuqtasiga yetib keldi desak ham bo'ladi. 30% mayli belgilab olamiz. Mana shu zonalarga yetib kelganda 3 marta xarid qilish kerak. Mana ortiqcha instrumentlarni o'chiramiz. Men buni hozir Telegram kanalimga ham albatta joylab qo'yaman. Barcha uchun men o'zimni hozirgacha yig'ib kelayotgan tajribamdan, fikrlarimdan kelib chiqqan holda va o'zim ham mana shu ton ekosistemasindagi ton proyektini o'ziga uzoq muddatga investitsiya qilish uchun sizlarga taklif etaman. Va bu narsa hamma uchun mustaqil. Diyor deydi, ya'ni o'zing tekshirib ko'r degan ma'noni bildiradi inglizchada u. Ana shuning uchun o'zingiz tekshirib ko'ring, investitsiyalaringizni boshqarishni o'rganing albatta va kelajagingiz uchun aktiv yig'ishni boshlang. Ya'ni hozir bu narxlar eng minimum holatda va yana ham to'g'ri mana tushishi mumkin bo'lgan zona mayli mana shu oxirgi 0.5 dollar bo'lib qolsin, 50 sent bo'lib qolsin. Bu oxirgi marta bo'layotgan nuqta sifatida qarangda, hamma pulga aytayapman. Tonni o'zini xarid qilish kerak emas. Kelajagi bor, misol Bitcoin 30%, ton coin 20% portfolioda yoki 10%. Hozirgi holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, hamyoningizda 50% misol sizda 1000 dollar pul bor, qarang. 1000 dollar pulni 500 dollari cash, ya'ni naqd USDT holatda turishi kerak va o'sha 30% Bitcoinda turishi kerak, 300 dollar va 10% misol ton coin va yana 10% ga Solana olsangiz bo'ladi. Ethereum kechroq. Solana olsangiz bo'ladi. Solana narxi 100 dollar va uni market kapitalizatsiyasi. Aslida bitta narsani eslab qoling, men aytib o'tayotgan har bitta gap juda muhim. Hech bir aktivning narxiga qaramang. Men bu narsani tushunib yetganimga ancha vaqt bo'lgan. Hech bir aktivning narxi ahamiyatga ega emas. Narxi misol Bitcoinni 100 ming dollarga chiqib ketdi degan vaziyat umuman muhim emas va sizni qiziqtirmasdi. Nima uchun? Har bitta aktivni market kapitalizatsiyasi va uning miqdori bizni qiziqtirishi kerak. Bozordagi ulushi qanchalik ko'pligi va kamligi qiziqtirishi kerak. Shundagina siz kelajagi bor yo'qligini anglab tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimdek, tonni Telegram kanaliga joylayman, xudo xolasa, uzoq muddatli investitsiya uchun. Xo'p, Bitcoinga qaytadigan bo'lsak, holatni tushuntirib aytib o'tdim. ETF oqimlari har safar smart money konsepsiyasiga asoslangan aqlli pul egalari Bitcoin har safar tushganda xarid qiladi. Mana bu nuqtada xarid qiladi. Ular mana bu yerga kelganda xarid qilmaydi. Shunda o'rtacha xarid baribir mana bu 89 ming 90 ming oraliqqa to'g'ri keladi. Ular har doim xarid qiladi. Har doim tushdimi xarid qiladi, ko'tarilganda ham tushganda ham xarid qilaveradi, lekin asosan 70-80% holatda mana bu minimum nuqtalarda xarid qilishga harakat qiladi. Xo'p, oylik sham holatini ko'rib chiqamiz. Endi chartni tozalashimiz kerak. Xo'p, bizga to'liq tanani buzib o'tishga harakat qilayotgan shamlar paydo bo'lyapti. Bozorda 1, 2, 3, 4 va 5-shamimiz yuqoriga yoki pastga harakat qiladi. Mana 27 kun vaqt. Bizda fevral 28 kun va hozir 1-fevral soat 17:15 daqiqani ko'rsatmoqda. Meni kutayotgan fikrlarim, Bitcoin tushishi mumkin bo'lgan zona bu 50 ming dollar va mana shu 48 ming minimum. Undan pastga tushmaydi birinchi navbatda, eng agressiv tushishi. Lekin agar o'sha zonaga yetib bormasa ham hozirgi zonada o'zini ushlab qolishga harakat qilsa va biz keyingi qarshilik zonamizni taxminan 98 mingni ko'rib o'tdik va yanada yuqoriroqqa harakatlanishi mumkin. Hozirgi bozor holatida faqat o'sha kichkinagina kunlik savdo qilish mumkin bo'ladi. Xolos. Faqat unda ham riskga amal qilgan holatda stop loss take profit bilan. Ana endi fevral oyi to'liq tushish bo'ladimi? Ya'ni men range kutyapman. Range gorizontal holatda harakatlanish. Mana bunday harakat. Backaway trend deyiladi. O'sha harakatni kutyapman. To'liq yana tushib bermaydi, chunki mana bu zonadan
hozirgi nuqtagacha 22% tushish va yana 22% tushish bo'lmaydi. Bozor ozgina o'zini tiklab olishga harakat qiladi. Mana misol bu yerda ham ozgina yurib tepaga, keyin pastga tushib yana tepaga o'tgan. Va mana bu zonada ham bozor yana range ya pastga. Va hozir yana range va yana pastga bo'lishi mumkin. Ungacha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hafta bor. Ya'ni bizda 40 kun, 1,5 oy davomida biz range'da yuramiz. Shu narsani eslatma sifatida o'zingiz uchun bilib qo'ying. Xo'p. Biz har oy prognoz qilamiz. Har oyda men bittadan Bitcoin uchun katta-katta mana shunday tahlillar tashlab boraman. Xo'p, demak, taxminan may oyi va aprel boshlariga to'g'ri kelar ekan. Keyingi tushish, yanada kuchliroq tushish bo'ladi yoki tepaga yurish. Hozirgi holatda aytib o'tdim. Agar SMT to'liq hosil bo'lib, SMT deb divergensiya hosil bo'lsa, mana bu nuqtani yangilashi bor yoki shu oraliqda yurish, ya'ni aprel oyigacha, aprel boshlarigacha. Xo'p. Buni o'chiramiz. Katta ehtimol bilan men kutayotgan narsa bu range. Shu oraliqlarda harakatlanadi. O'zi buni ham salgina chiroyliroq, aniqroq model berishi mumkin bo'lgan holatda chizsak, mana shunaqa range bo'ladi. Bu zonani buzib o'tsa va bu juda ham yaxshi bo'ladi. Buzib o'tsa. Buzib o'tmasa yana pastroqqa tushishimiz va mana bu zonani buzib, haqiqatan $50,000 qarab yurishimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, aytilayotgan ma'lumotlarni oqilona ravishda qayta-qayta ko'rib, yozib, tushunib olishga harakat qiling. Har bitta berilayotgan ma'lumot bu meni hayotiy tajribamdan kelib chiqqan holda aytilyapti. Men coinlar holati bo'yicha gapiradigan gapim deyarli yo'q, chunki bunaqa bozor holatda memkonlarda aytarli daromadga chiqish imkoni yo'q. Bo'lishi mumkin, lekin uzoq muddat uchun ko'p coinlar bunaqa berish bozorida yo'qolib ketish arafasida va ular ko'p qismi yo'qoladi ham. Lekin men har oy o'zim uchun ma'lum bir miqdorda kichkina portfoliodagi coinlar sonini oshirib borishga harakat qilaman. Va sizga ham taklif qilishim mumkin bo'lgan yagona narsa xavfsiz balansni to'g'ri ko'paytirish. Men 2025-yilda katta yo'qotish qildim. Yaxshigina yo'qotish qildim va uni qayta o'z holatiga keltirish uchun men kamida 500% yo'q. 10x daromad qilishim kerak. 10x daromad qilishim kerak. Hozirgi holatda 10x daromad beradigan coinlar kam. Lekin uzoqroq muddatga va sabr bilan yondashadigan bo'lsak, 10x daromad hech narsa. Har doim tajribam gapiradi. Hozirgi holatda ham, bundan oldin ham, keyin ham. Shuning uchun berilayotgan ma'lumotlarni ilm sifatida o'zingiz uchun o'rganing va bozorni to'g'ri ko'rishni o'rganing. Ya'ni bozorning ortidan qo'yish kerak emas, kerakli vaqtni kutishni o'rganing. O'sha kerakli vaqtda sizda pul bo'lsa, siz hammadan oldinda va eng kerakli daromadni qo'lga kiritgan inson sifatida ommaga tanilishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videomiz shulardan iborat. Videolarni iltimos keng ommada, ya'ni o'z do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Ularga mana shu videolar foydali bo'lishi mumkin. Siz orqali va kanalimizga obuna bo'lib, Telegram kanalida ham har kunlik qisqa fikrlarni, haftalik ma'lumotlarni berib borishga harakat qilaman. Asosan men insonlarda juda ham ko'p xato kamchilik sifatida bo'lgan fikrlashni o'zgartirishga harakat qilaman va o'zimda ham bu narsani o'zgartirish uchun juda ham ko'p ma'lumotlar va juda ham ko'p kitoblar o'qishga harakat qilaman. Sizga ham tavsiya etadiganim, fikrlashni o'zgartirsangiz, shundagina hayotingiz o'zgaradi. Bozorda yaxshi daromad har doim siz bilan birga bo'ladi. Sog' bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha.